Mana Islom bilan 5 xil challenge ikkinchi qismi bo'lyapti. Islom, o'tgan videomizda qanchadir like so'ragandik, like 27 ming bo'lib ketgan. Почти 1 million prosmotr bo'libdi. Sizlarga nereal yoqqan, значит, mana sen bilan yana ko'rishib turibmiz. Bo'ldi. Birinchi qismida men yutganman, 100% esimda. Bo'ldi, o'shanga men seni hozir revansh olgani chaqirdim. Raundda nima bo'lishini video davomida bilib olasan. O'zingizlar tushunib turibsizlar, o'sha g'alaba kimdanligi aniq, shuning uchun hozirroq like bosib qo'yinglar. Meni yutadi deb o'ylayotgan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Bo'ldi, ketdi. O'rtoqlar, bugungi videoda bizni 6 ta qiziqarli challengelar kutmoqda. Ko'proq raund yutgan ishtirokchi bu challengeda g'olib bo'ladi. Mag'lub bo'lgan ishtirokchi esa g'olib ishtirokchini qaysidir davlatga sayohatga olib borishiga to'g'ri keladi. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki oxirida bu challenge'da kim g'olib bo'lishini bilib olasiz. Bolalar, mana birinchi raundga keldik. Attraksion Islom tushungan bo'lsang kerak. Emotsiya qilgan bu raundni yutqizadi, ya'ni qo'rqqan. Shundaymi? Emotsiya qanaqa? Voy bilan. Misol uchun bu emotsiya emas, shunday. Bo'l, men seni tushundim, sen bal bo'yicha tushuntirib berding-da, to'g'rimi? Shunaqa. Men uchmaganman bunda, bir marta ham uchmaganman. Men uchmaganman, men umuman tushunmayman qo'rqinchli narsalardan, yana. Bo'pti, eslicha ayarlash qo'yda, yur uzilib ketdi. Bo'pti. Kanal uydagilarga, jahonniki. Ketdi. Kecha o'zing uchasan. Bo'ldi. Birga o'tiraversak bo'lardi, Islom qusib yording. Dab chiqib ketmaydi, aka bu. Ustalik xudo xolasa. Bo'pti. Sog' bo'l. Voy, yaxshi ovqat yemaganman. 2-3 kun bo'lib qoldi ovqat yemaganim. Bilar, biz qo'rqyapman, yana bor. Bilar, o'rtoqlar 3 minut. Azoblanish. 3 minut. Yo Alloh, o'zing asra bo'ldi. Bu hali aylanma deyapman. Telefonim tushib ketmasa bo'ldi, yomon qo'rqyapman. O'zing panoh qil, Allohim. Yo, iltimos tez tushmasin. Tez tushmasin. Voy! Yo'q, bola, men tayyor emasman. Mana endi boshladik deylik. Men hali boshlandi deb o'ylamadim, bo'ldi. Ayyo. Ya. Bolalar, bundan keyingisiga o'zim reaksiyamni olmayman, prosta sizlar sal chiroydan maza qilishingiz uchun tepani olib beraman. Tugabdi. Tamam. Bo'ldi hozir. Voy Allah. Islom ham bitta baqirdi, eshitdim. Islom ham bitta baqirdi 100%. Mani taxminlarim bo'yicha hozir Islom bilan 1-1 emotsiyamiz. Videoni ko'rasan, o'zing sen qancha baqirding? Bitta bo'ldi boshida. Saniki ham bo'lgan paytda bitta. Ikkalamiz ham dedik, shu bilan bo'ldi keyin. U lekin telefon tushib ketishidan men salon o'qildim. Atak umuman qo'rqinchli emas ekan-da, seriozno. Вообще qo'rqinchli emas. Normal, lekin men maza emotsiya qilmadim, lekin o'shandan boshqa. Qo'rqdingmi sal bo'lsa? Dedim, неприятно bo'ldi. Bu katta ehtimol bu raund necha? O'zingizlar kommentda yozib qoldiringlar. Islom, qara, bizda ikkinchi zadaniyalar, challenge nomi topshirig'i bajar challenge, tushundingmi? 3 ta zadaniya bo'ladi. Kim tez bajarsa bu raundni oladi, tushundingmi? U nima, zadaniya randomdan tushadimi? Yo'q, ikkalamizga ham bir xil narsa. Kimdir bajarayotgan payt bitta odam timerda qarab turadi, tushundingmi? Birinchisi, begona odam bilan selfie qilish. Bu odamga rasmga tushib olaylik. Ikkinchisi, begona odamni kuldirish. Xo'p, bilay. Uchinchisi 10 sekund raqs tushish. Любой joyda. Prям 10 sekund raqs tushib orasan. Mana shu 3 ta zadaniyani kim tez bajarsa, o'sha mana shu raundni oladi. Bo'pti. Nima, don ziki yutqizgan birinchi bajaradi? Bo'pti. Don ziki. Don ziki. Billah, necha yil yutmasdi-yu. U meni necha yildan beri yutmasdi. 2016 dan beri yutmasdi. Tayyorlanib keldim-da men. Shuni bilib. Shu, tayyormizmi? 1, 2, 3. Hisob. Yaxshi, davay. 1 sekund. Boshqasini bajarmaysanmi? Yo'q, jinnimisan? Bajar boshqalarni. Yo'q. Hammasini qilasan. 2 sekund bos, narigilarni davom ettirib qo'yaman, o'xshatib yuborasan. Chichvorma, jahon pizdes qildim. Boshqatdan shunaqada xushning kulib beraman. Bilan kulib ber agar eslicha. Bo'ldi. Eslicha kulib yuboraman. Ketdimi? Ha, da. 1, 2, 3. Qo'dim. Kulmay. Bash. Sen yo'q hisob emasmi? Bundan oldin kulding-ku. Boshida, iban. Tayyormizmi? 1, 2, 3 ketdi. Bolalar, kelinglar, bitta rasmga tushib olaylik-da. Videoga. Ketdi, assalomu alaykum. Joni sog' bo'lsin, rahmat, ketdi. Hop. O'ynaman. Yigirma 25-64. Öyle bo'ldi, 25 sekund. Yaxshi, 25 sekund. Bo'ldi. Amallasa bo'ladi. Ashila aytib turdi, o'ynayotgan paytim. Tayyormisan, Jahon? Ha. Готов, ketdi. Bra!
Murat, Murat gel. Rasmga tusha olaylik, rasm tusha olaylik. Kuling. Bobur og'zini ochib qo'ydi. Kuldi. Kuldi-yu. Nima bo'pti? Ha, kuldi. O'ysana, 3, 4, 5. Bo'ldi. Necha? 35. Voy yana, 26 da boshladik o'ynashni. Yo'q, ha. Ikkinchi raund mana qusish bilan boshlandi. Ikkinchi raund ham g'alaba. Raunddan emas, ikkinchi raundda endi yutding. Bo'ldi o'rtoqlar, ko'rib turganingizdek, Islom oldi bu raundni. Biz endi 3-raundga boramiz. Men taxminlarim bo'yicha bo'ldi. Bu yog'iga raund olmaysan. Biz shansovka, любой. Ya. Bugun suxoy ko'ramiz bolalar. Даже birinchi raund necha bo'ldimi? U ham sen yutding emasda, hisob to'g'rimi? Hisoblanmaydi. Ha, 4-1 ko'ramiz bugun, 100%. Bolalar biz 3-raundni boshlaymiz. Islom bilan mana o'sha kartinga keldik, mashinalarga o'tirdik, tayyormiz. Kim tez kelsa o'sha yutadi bu raundda. Ya tamam rot. Ot. Maytaymi? Soldingmi? Ha. Voy, Ben dikkat. Şurada. ne? Yedim şu, saldım boy. Hay. Biz turmuş yo'lni tortib ketar ekan. Nima deyapti bolalar? Biz shansovka. Lekin undan oldin o'tib ketgandim tan ol. Ne? Undan o'tib ketganmish. Avratda. Keyin bir payt bitta aylanib kelsam, o'tiribdi. Bilmayman, ashchanito bo'ldi qanaqadir. Narigi borgan kartinamizda bemalol bosib o'tdim, bu yerda rosa qo'rqyapman-da. Soldim ham-da mana oxiri. O'tib ketish вообще problema bu yoqda. Zo'rg'a bitta moment topdim. Juda uski. Вообще kichkinada joy. Ya respekt zaslujinda. Soldim. Necha o'tgan safar men aytdim, bu safar sen aytibsan. Bu raunddan ham tabriklaymiz Islomjon. Addushi. Biz esa keyingi raundga ketdik. Bolalar hozir Islom bilan chista mana bunda bellashib yoramiz. Maha bilan Radik bilan bellashgandim. Sen bilan hali bellashmagan. Yutganmisan? Ularnimi? Bos. Unda bos do'st. Bos da. Tik turamiz-da, ko'ramiz. Bos. Xatoga o'rin yo'q, qaroch. Rekord 3000 mi, aka? Kim urdi? Mike Tyson urdimi? Bu 2916, 17, 18, 19, 20. 2920 udarib strashno oshib ketibdi. Tilchi tashladi qara. Normalno. Chichvardi lekin. Yaxshiroq tegdi. 2878. Mahadan yaxshi. Mahadan kam. Mahadan Mahadan kam bo'lsa bo'ldi, videoni tugataylik. Maha слабый тренировка qilib, mishok. Bo'q. Стилек дорогой, как и Шантай. Она пизже, чем Жендай. Bolalar bizada keyingi zadaniya mana Islom bilan hozir bowlingga keldik. Olib keldinglar o'zing biladigan joyga. Nimaga? Mana shu yerda yurasan san. Men bu yoqqa kelganman. No zadaniya saniki, to'g'rimi? Hozir odamlar noto'g'ri tushunib qoladi. Bu uzr. Birinchi bo'lib boshlayman, meniki birda turibdi. Bowlingni san ham men ham tushunamiz, o'ynaveramiz. Eng ko'p ball yig'gan yutar. Kelishdingmi? Bitta partiyada. Ha, bitta partiya. Bo'ldi. Davay. Ketdi, boshla. Xo'sh, 5 ta. Davom etamiz bolalar. Birinchi udar ko'ramiz. Yomon emas bolalar, 8. Islomda 8, menda 5. Dunyodagi eng zo'r bowlingdamiz hozir. Net 15 strike. 15 o'tib ketdim. Mana to'g'ri ishladi. To'g'ri ishlash uchun faqat strike qil. Bля.
Bile, yaxshi otyapman, bilasizmi? 31 bo'lib ketdi balim. Onayni magur. Davay, bolalar. Uraverish kerak, to'xtash kerak emas. Ay, блядь. Voy, блядь. Mana nimaga? 47 ga 32. Yo'g'on boshqa bo'liningdanmi? Solish kerak, bilan yetyapti. Yaxshi, Jahongir. Voy jala. Nima deng? Voy, nimaga urib. Strike. Bolalar hozir vaqt tugab qoldi. Islom bilan biz unaqa ozginaga oshtirgandik. Hisob 91 ga 68 bo'ldi. No, meni udarim bor-ku. Udaring bor edi. Bor edi. Menda ham bor ikkita udar. Mana ko'rasan? Maqsad nima hozir? Jangmi, PR-mi? PR. Bo'ldi. Bu zadaniyada yo'q, realni yutding. Gap yo'q. Bu qo'li yaxshi kelishdi. Bu tengisida ko'tiga O'rtoqlar, mana Islom bilan PlayStationga keldik. Navbatdagi raundimiz mana Islom Barsa ko'rib turgan edik. Men Bavariya hozir rubka bo'ladi. O'zi 3 ta o'yin. Agar kimdir sirasi 2 ta yutadigan bo'lsa, bo'ldi, tugaydi, muddatlar oldim. Mabodo sen bir marta, men bir marta yutsang, final qilib Shunaqa. Hozir mana ko'rasizlar. O'tgan safar yeb olgansan, bilasanmi? Qanaqadami? Videoingdami? Seryozni. Yig'lab chiqib Bo'ldi, ketgansan. omad unda. Bu safar ham yeysan. Ko'ramiz. Bo'ldi, o'rtoqlar, birinchi o'yinni boshlaymiz. Bavariyaga qarshi Barsa Ketdi. Davay. Tushdi. Yuh! Griezmann biladi nima qilish. O'rgatish shart emas unga. Lejan что ли? Oh! Nima yeysan? Koptomda to'xtatsang urib tashlaysan. Nima bo'ldi? 1 sekund vaqt. Football is not ballet, ey. Birinchisi bor jigarlar, birinchisi bor. Griezmannchik, krasavchik. Futbol o'ynamas ekanmiz-da, mayli. Xo'sh. Voy! Shuna birga bir ketayotgan joyim edi. Yo'q, ishlama yo'q. Voy bala. Leva Dembele bilan paslar bilan bilmadim. Voy. Bitta zaman qolganimdamiz. Da, bilet, umid paydo bo'ldi. 85-minutda. O kodlari bilan to'xtatib tashladi. Robertga ne bermadimi? Bolalar, mana ikkinchi o'yinni boshlayapmiz. Yutish kerak o'sha. Griezmann Mbappe bilan tanishman deb chista. Sani bilmadim, Messi-da sani. Buni qaraydigan bo'lsak. Hayotda ham shunaqa stilda o'ynaydi-ku. Ya kim aytdi? U qanaqasiga unaqa o'ynash. Men aytdim. Mana buni qara. Zenga. Iltimos, futbol o'ynaylik, iltimos. Da, bilayt. Noldan boshladik yana. Ma, bilayt. Vamos! Sabr bo'ldi, hozir ko'rasan. Birinchi taym 2-1. Xo'p, endi gapiradi. Birinchi taym 2-1 bo'ldi, hozircha sog'man. Yaxshi. Penalti bilayt. Yo'q, Sen chaldingmi? Kaktaku! Ha, mana penalti. Voy, qanaqa penalti. O'ldirib tashladilar. Mana.
Da! Ne Vamos! to'smadi? Vamos! Topdimi? Qotib tashlab. Полный финтёрlik qilgan bizni. Faqat pyatka pastda. О! Ey! Na, блядь! Это разгром! Что за разгром? Jinnimisan? Ha, chot necha? To'rubi? Chotmi? Ha. Salomat. Bir mana haqiqiy final bo'lar ekanda hozir nima deyman? Menga unaqa endi anaqa skramdagi kerak emas. O'yna, 1-1 final. Olib chiqib olasan hozir. Bo'ldi, mana edit bosasizlar o'yindan keyin. Jahonni hozir xo'rlab yuboraman. O'rtoqlar bandani aytgani bo'lmaydi, Allohning aytgani bo'ladi. You see you'll be digging up 6 feet. Karma's never let me down. Must be Bizga olmayapti. Ay, хорошо! Ma, блядь. Спокойно. Spokojno, mayli. O, ko'tardi studiya. Menga edi fol, Jahongir. Da, блядь. Sana legenda, Bля, suka. Real obidna. Ayla Nima endi oshna. bir futbolmi? Kayfiyatni tushirish kerak emas, oshna. Все, o'rtoqlar, keyingi raundda ko'rishguncha. Bolalar, biz Islom bilan hozir poliga yetib keldik. Islom mana shu hal qiluvchi raund o'zi 5 ta edi, necha bo'lib qoldi? Mana final qilib yubordik poliyada. 6-raund. Da, hozir mana seni poliyada ko'rib turishibdi. Ancha bo'lgan, ko'rishmaganiga qara. Tago osonroq zadaniya, ana mini varata turibdi. Uchta tepamiz. Kim ursa o'sha yutdi. Omad Jahongir. Senga ham omad. Bo'ldi. Anchadan beri poliyada kopni tepmagandim. Hozir chiroyli yutib beramiz. O'zingizlar bitta like-chani tashlab qo'yasizlar-da, obuna bo'lib qo'yaverasizlar. Tayyormisan? So'rganmisan? O'xshamadi. Boshlaysanmi? Don ziki. Boshlaymi? So'rganmisan? Don ziki. Bo'ldi. Shundoq bir boshlayapsan. Sal. Nima qoladi? Tushunmayman. Voy Ey! Bo'pti bolalar. Примерно shu siz qilib oldim. Hozir ikkinchisi kirish kerak plan bo'yicha. Uchinchisini uramiz va Jahon ham keyin 3 tadan bitta uradi-da, boshidan yana bittani tepishamiz, ko'rasizlar. Qara, umuman urmasang bo'ldi. To'shab qo'yibman bu yerda. Voy, suvargan joyim shu bo'ldi-yu, bolalar. Buni ol razmikada bittadan bitta urdim. Qara mana buni. Mana buni qara, ol. O'rtoqlar, meni galim hozir ko'rdinglar, Islom urolmadi. 3 ta imkoniyatim bor. Agar hozir mana hozirda bitta urmasam bo'ldi, men yutqizishga loyiqman. Maligi fint qilib tep boraman. Uy. Bilajigaram, podli zakoni bilasanmi? Chistani sanda nimadir o'xshamay turgan payt yoningdagi yoqa deb o'ynarcha qilib o'xshatib yuboradi-yu. Вообще. Chista hozir o'sha tema bo'ldi-da. Mana-da o'zi asl bashara. Suka. Voy. Shunaqa bolalar. Nima mayli. O'rtoqlar, bilayt, revansh olindi Islom. Mayli, minimalni hisob bo'lsa ham bir amalladim bu safar. O'sha boshida kelishganimizda yutqizgan odam o'sha raqibini bironta davlatga sayohatga olib borib kelishdi-da. Endi nakazaniyani bajarasan. Nima deysan? Sizlar hozir mashina yutqizib, endi davlatga olib ketishim kerakmi san? Ha, bironta davlatga olib borib aylantirib kelasan-da. Nega chichib bordim hozir bolalar? Qachon borish kerak? Endi qarada, qancha tez bo'lsa, biz o'shancha tez odamlarga xabar beramiz. Endi по-любому bu videoga tushmaydi u narsa. O'shaning uchun mana описаниеda yoki mana ekranda bizning Instagramimiz turibdi Islom bilan. O'tib podpiska tashlab qo'yinglar. O'sha yerda ko'rsatib boramiz, to'g'ri? Mana olib bordim, zadani ham bajara olmadim, ko'rsatib borasan-da. Bo'ldi, hammasini Instagramda ko'rsatamiz. Kommentda ham zakripить qilib qo'ying. Da. Ikkalasiga obuna bo'lsanglar ko'rsatamiz, obuna bo'lmasanglar ko'rsatmaymiz. Tak что, o'rtoqlar, nakazaniya bizning Instagramimizda bo'ladi. Kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Islom, senga tashrif uchun rahmat. Bo'ldi. Nima, uchinchisi halol bo'ladi. Hozir birinchisini men yutdim, ikkinchisini sen yutding. Tak sportniy vaziyatlar. Bo'ldi. 30 mingmi? Davay 30 ming, birinchisi 27 ming like yig'gan. 30 ming like и trilogiya. Yoki bir hafta ichida 15 ming like, yoki shu umr davomida sizlarga vaqt beramiz, bir 80 yilcha 30 ming yig'sanglar keyin olib boramiz. Let's go.